Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Rossiyadagi maktablar haqida qandaydir qisqacha tushunchaga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kanalda qoling. Boshladik bo'lmasa. Tasavvur qilish oson bo'lishi uchun Moskva shahrida joylashgan maktablardan biri misolida ko'rsatmoqchiman. Hamma maktablar barchasi deyarli shu tartibda qurilgan. 3 etajdan iborat. Asosiy kirish yo'li, hovli, hovlini atrofida panjara bilan o'ralgan. Ota-onalar hammasi hovlida kutadi. Maktabning tashqarisida ham, ichkarisida ham barcha perimetrlar bo'ylab videokameralar o'rnatilgan. Ota-onalarni maktab binosining ichiga qo'ymaydi. Kiraverishda turniketlar o'rnatib qo'yilgan va har bir o'quvchini o'zini elektron kaliti bor. Elektron kaliti orqali kiradi. Agar o'quvchi ota-onasining roziligi bilan javob so'ramoqchi bo'lgan taqdirda ham albatta ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. O'quvchilar kunlik darslar tugamaguncha maktab binosini tark eta olmaydi. Maktablarda kitoblar bepul beriladi. Ijara haqi degan narsa yo'q. Shuningdek, kirish qismida охрана o'tiradi. Hamma kameralarni qarab turadi. O'qish jarayonida o'quvchi agar yillik programmani o'zlashtira olmasa, keyingi yilga qoldiriladi. O'quvchi biror sabab bilan agar maktabga kelmasa, ota-onasi sinf rahbarini ogohlantirishi shart va 3 kungacha agar maktabga bormasa, spravka so'ramaydi. Rossiyada ota-onasi bilan kelgan O'zbekiston bolalarini Rossiya maktablarida o'qishi, tartibi va hokazo kabi savollar qiziqtirsa, kommentariyada yozib qoldiring, javob beraman.